Shu hozirgi kunda hayotimda zo'r o'zgarishlar bo'lyapti. O'zim ham bundan xursandman. Odamlarga bor narsani ulashib, odamlar meni sevyapti, men odamlarni sevib qolyapman. Xushmuomala bo'lib ketyapsiz. Xushmuomala bo'lib ketyapman. Masalan, gapimni mirqib tinglashyapti. Mana mazza qilib gaplar aytyapman, tushuntiraman, ular mazza qilib eshityapti. Ular eshitayotganidan ham siz energiya olyapsiz. Ular eshitayotganidan men ulardan katta energiya olaman. Umuman to'xtamay qolaman gapirib. Ishxonada umuman jag'im tinmayapti. Gap hamma narsani tushuntiraman, ular ham lekin diqqat bilan tinglaydi. Shundan juda xursand bo'lib ketadi. O'shalarga gapirgan sayin gapirgim kelib ketadi. Gapirgan sayin energiya olyapsiz, kuchlanib boryapsiz. Ishonchim ortyapti o'zimga nisbatan. Men atrofimdagilarga nisbatan ishonchim ham ortyapti. Malades. Zo'r taklifga tayyorgarlikda bu ham zo'r ajoyib.